Nima qilyapsizlar? Shu yoqqa joylashtiring. Tug'ilgan kunim emas bugun. Ko'zlarni sekin yeching. Sizga rahmat. Voy, nima bu? Sizga bitta o'yin tayyorlab qo'ydik. Shartimiz shundan iborat. Bu yerda 8 xil ta'm bor. Mana shu 8 xil ta'mni to'g'ri topsangiz, ustidagi pul sizniki. Yaxshi ishlavordimmi bu oy? Ha, xuddi shunaqa. Topib tashlayman-ku. Bo'ldi. Qaysi biridan boshlayman? $100 dan boshlayman. Qizib qo'ysam bo'lmaydi bu $100. Bismillah. Voy, topib qo'yaman dedim, topa olmayapman. Nima bu? Boshqasini ichib ko'ring. Hozir boshqasini ichib qo'ying. Bu anorli, gazi bor, mazasi yaxshi lekin. $20 sizniki. Ovraymi? Ovring. Seriyoz meniki, qaytib olmaysizlar, bo'ldi, reklama qilib bo'ldik-da. Onasini yemsin deydilar-ku. Nimani mazasi kelyapti? Bilmayman, такой yoqimli nordonligi bor ekan. Yoki lime yoki limonda. Qaysi biri? Limonda. Topdingiz. 20 mingdan sizniki. Sizlar nech pul topayotganimni hisoblab turinglar, kommentga yozinglar. Oxirida nech pul topishimni. Klassik oddiy mojito. Shunaqa? To'ppa-to'g'ri. Mojitoni yaxshi ko'raman-da o'zi. Million xil ta'm qo'yib qo'ysanglar ham bar mojitoni topib qo'yaman bittadan. O, $100 mi? Buni gazi yo'q. Qovun hidi kelyaptimi ta'mi? Qovunmi? Qovun ta'mli nabitka ichganmisiz? Abidada bor, to'g'rimi? Topdimmi? Chunki qovun ta'mli faqat abidada bor. Aniq qovunmi? Qovun 100 talik, bunaqasi boshqa nimada yo'q. Topdimmi? Topdingiz. Ping degan joydan qo'yib yuboramiz. Mana nech pulli bu? Xo'p, mashq kelasan. Bu shaftoli 100 talik. Topib qo'yyapsiz. Ko'rib oldingizmi? O'yin boshlashimizdan Yo'q, hali qayerdan ko'rib olaman? To'xtang, hali shaftoli demadim-ku. Shaftoli 100 talik, voy. To'g'ri, oling. Operator janoblar, siz aytib qo'yuvdingiz oldindan? Ko'zim bog'langan kiryapman. O'zi ishtihom qilgansizlar-da, sizlar abida ham qo'yasizlarmi? Bular hamma mevalarni birga bir qilib ishlagan bo'lsa, mana buni ham topib qo'yaman. Abisi. O'yin o'z yo'liga sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun edi, yaxshi narsani sizlarga ilinib qo'ymoqchiman. Bu Abida suvlari Xitoyda yangi ishlab chiqarilyapti va bizga kirib kelyapti. Halol sertifikatiga ega va sifatli mahsulotlardan tayyorlangan. Ha aytgancha, ko'k qovunli yaxna suv faqat Abidada bo'ladi. Bit ichib ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi. Yangi ta'm.